جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, biz sizlarni rizqlandirgan halol narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Baqara surasi 153-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, bu darsimiz bo'lsa, kasrahning mashqi bo'ladi. Bu mashqda oldingi darslarımızda so'zlangan mazmunlarni mashq qilib o'tamiz. Faqat kasrahli bo'lmaydi. Fathaning uzartilib o'qilishi, fathaning tanvinlik holati va fatha qatorliq temalarga kirib o'tamiz. Shunlashqa bu mashq oldingi butun darslar bilan munosabatli bo'ladi. Shu mashqni yaxshi qilishinglarni umid qilaman. Yana har qitim tushuntirib kelganimizdek, yana tushuncha beraman. Aldı bilan harfning ismini, uningdan keyin harakatlik holatlarini, uningdan keyin bir butun o'qilishini kalimaning bu shakl davom qilamiz. O'qib bergandan keyin arada bo'shliq qo'yib qo'yma. Shu bo'shliqda sizlar menga ergishib o'qiysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ba bi ha ha biha biha hamza i lam la ila. Nimishqa alifning ostiga yoki ustiga harakat kelgan chog'da buni hamza dedik, alif demidik. Ismni o'qigan chog'da, chunki harakat kelganlik uchun buni alif o'qiydiganligimizni hamza kasun kammisun. Hamza kasimu alifni hamza deb o'qiymiz, hamza kammisumu hamza deb o'qiymiz. Buni oldingi darslarimizda so'zlab o'tgandik. Bu darsda alohida to'xtalmayman, faqat qisqacha tushuntirib o'tdim. Yana bir qitim o'qib bersam bu kalimani ila, keyingisi hamza a mim mi nun na amina amina bod b ra 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 ran ضرارا ضرارا. keyingisi hamza a hamza i ذال ذا أإذا. يعني بنختم أإذا. keyingisi fa 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 za zi عين ع ففزع. يعني بنختم ففزع. keyingisi ba ba قاط لام لن باطلا. يعني بنختم باطلا. keyingisi sin sa lam la sin si لام لا سلاسل سلاسل. keyingisi عين عي با با دال دي نون نا عبادنا. يعني بالختام
عبادنا ذال ذي را را عين عن ذراعا ذراعا كينكسي واو و ميم م غين غا را ري با ب ها ها ومغاربها قلنا بيعد واو ميم غين ونضين كين با هذه اللي أنا مستفتها وزارة البوق للشبو بمهام فتحنا وزارة البوق للشي ألدنق فتحة بابت كتيمة بورا بوصا فقط بو ألدنق درس مزكي تيمة يعني كسر تيمة ما عشقمزنا أساسي قرالله راني ألدنق درس مزديگن توق را هرب ديگنimiz ba'zida cho'ng, ba'zi kichik o'qilgan harf. Buni faqat biz kichik o'qilgan harf qatoriga yozdik, chunki bu harfga kasra harakati qo'yilgandan keyin bu kichik o'qilgan harf bo'libdi deb. Buni talaffuz qanchaqda ri deb kichik o'qiyveramiz. Qayta talaffuz qildirma. Va magharibaha qaranglar. Va mim ra ba qatorliq harflarni talaffuz qilgan vaqtimda so'zmadan faqat g'o ha qatorliqlarni talaffuz qilgan chog'da so'zdim, chunki bu fathaning uzatilib o'qilishi, ya'ni alif mad keladi bu yerga. Ya'ni bir ixtimoq biray. Va magharibaha keyingisi mim ma nun na za zi lam la منازل ينبرقتم منازل كينكسي ف قو قو ف في قاف قو فقفق qaranglar, hech qaysini uzatib o'qimadik. Yana bir qitim faqafiqa. Agar uzatib o'qigan bo'lsak, faqafiqa bo'ladi yoki faqafiqa deb o'qiladi. Uzatmadik. Faqafiqa. Uzatilish yoki uzatmaslikqa diqqat qilinglar. Xo xi gal qirilib chiqadi. Ya'ni dilimizning qirilganligini his qiladi xo harfini talaffuz qilgan vaqtimizda. Ya xiya nun na ta kaf ka nataka qo'shib o'qisak xiyanataka. Yana bir qitim خيانتك كينكسي لام لي عين عي با دال دي يا لعبادية. يعني بالختم لعبادية كينكسي خا همزة إي فن خائفا. Bu yerda madda lozim bor, shunlashqa xoifan deb har qitim qistim uzun qo'shib o'qib berdim, so'zlab o'qib berdim. Bu keyingi darslarimizning temasi. Shunga bu darsda buni so'zlayman. Faqat buni uzartilib o'qishimizni bilib olsanglar, ya'ni uzartib o'qishimizni bilib olsanglar bo'ldi. Yani bir qitim o'qib beraman. Xoifan. Keyingisi
بي يا ي دال دي كاف ك بيدك يعني بالختام بيدك كينكسي سين س ميم مي عين ع سمع يعني بالختام سمع كينكسي شين ش ها هي دال د شهيد يعني بالختام شهيد كينكسي ميم م عين عين يا يا معي يعني بالختام معي كينكسي همزة أ خا خ دال د تا تي أخذتي قرالlar xani uzatmadım. Xadeti deb o'qidim. Bu cho'ng qo'ldan harf, ammo faqatlar ustida fatha kelganligi uchun yanada alif bo'lmaganligi uchun ikki harakat miqdori so'zishimizni kerak qiladigan bir ishorat bo'lmaganligi uchun buni qisqa o'qidim. Yani bir qitim o'qib berayman. Agar so'zlab o'qigan bo'lsak, xadeti deb so'zmay o'qidik. Xadeti deb o'qidik. Yani bir qitim xadeti. Ammo buningki cho'ng o'qiladigan va maxrij chiqish o'rnida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Kaf ka mim m tha tha lam li kamathali eskartishimga hojat yo'qdir. Bu yerdagi tha bo'lsa tilimizning uchini tishlab turib chiqaradigan yoki ust udilishimizga tilimizning uchini tekkizib turib chiqaradigan tha harfi. Buni qayta eskartishimga kerak bo'lmasa kerak. Boshqa yerda eskartmayman. Yana bir qitim o'qib beraman. Kamathali keyingisi kaf ka lam li mim ma ta ta kalimata yani bir qitim kalimata keyingisi vav va hamza a qaf qi mim mi va aqimi yani bir qitim va aqimi keyingisi vav va lam la wala jim ji dal da lam la jidala qo'shib o'qisak wala jidala qaranglar lam alif matbuati dal alif matbuati bu ikkisini so'zdik diqqat qilinglar qayta bir qitim o'qib beraman wala jidala keyingisi sin sa fa fa ra ri nun na safarina ha ha ذال ذا هذا qo'shib o'qisak safarina hada yana bir qitim o'qib beraman safarina hada
Bu mu dal tilimizni tishlab o'qiydik. Xo, xo, lam, la, qof, qo, xalaqa, vo, vi, lam, la, lam, lan, ظلالا qo'shib o'qisak xalaqa ظلالا yana bir qitim xalaqa ظلالا keyingisi ba bi ha ha ذال ذا بهذا ميم م ثا ث لام لن مثلا بهذا مثلا يلا نختم بهذا مثلا keyingisi hamza i lam la ila صاد صي را را طا طي صراط qo'shib o'qisak ila صراط yana bir qitim ila صراط tamam. Hamda boshdan oxiri men bir qitim o'qitirma, menga kishib o'qinglar, orada boshliq qo'yib qo'yma, menga kishinglar. Biha ila amina ضرارا أإذا qaranglar, bu yer til chaynagandek o'qimanglar, ayza deb. Ayza deb o'qish bo'lmaydi. Aida cho'qim talaffuzinglar aniq ravon chiqish kerak. Dana. Aida ayza deb bu ikkisini aralashtirib ishlab qo'ysanglar qat'iy bo'lmaydi. Fafazi'a batilan salasila عبادنا ذراعا ومغاربها منازل فطفق خيانتك لعبادية خائفا بيدك سمع شهد معي أخذت كمثل كلمة وأقم ولا جدال سفرنا هذا خلق ظلالا بهذا مثلا إلى صراط. Bugungi
bugungi darsimiz mushakchi bo'ladi. Mashqni yaxshi qilinglar, keyingi darsimizning asosi bo'ladi. Chunki keyingi darsimiz bo'lsa kasraning uzoqlik o'qilishi hammanglarni o'rganishinglarni qutlug' tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران